Assalomu alaykum. Bugun menyuda so'qoq mador somsalari. Birinchi bo'lib tuzli suvga ko'katlarimizni 17,5 daqiqaga solib qo'yamiz. Shunda ortiqcha kirlari va qurt qumursqalari chiqib ketadi. Keyin 2 marta chayib qo'yamiz. Tovaga ozgina yog' solib, piyozlarni ozgina qovurib, past olovda 13 daqiqa dimlab qo'yamiz. Ko'katlarni mayda qilib to'g'rab, ustidan piyozlarni, ketidan ziravorlarni, qizil, achchiq va shirin paprikani berib aralashtirib olib qo'yamiz. Uyda tandiriylar bo'lmasa, bu somsalarni bir qoshiq yog' bilan tovada 8 daqiqa qovurib pishirib olsanglar ham bo'ladi. Somsa xamiriga oddiy xamir qoramiz, ya'ni tuz, suv, un bilan xamir qorib, 4 bo'lakka bo'lib 13 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Tingan xamirlarni ushlab yoyib, keyin yupqa qilib jovida yoyib olamiz. Xamirlarni katta to'rtburchak qilib kesib olib, tayinlangan ko'katlarni solamiz. Bu orada tandirni qoraytirib oqartirib olamiz. Tandirga yopishdan oldin hamma yog'iga suv sepamiz. Sepgan suvingiz 3 gacha sanagunizcha qurisa, somsalarni yopsangiz bo'ladi. Tandirga somsalarni yopamiz va ustini yopmasdan 12 daqiqa pishishini kutamiz. 2 minutda somsalar xuddi shunaqa ishib chiqadi. Somsa pishgandan keyin cho'la va kapkir yordamida tandirdan olib, xohishiga qarab sariyog' yoki pista yog'idan ozgina surib qo'yib, issig'ida uydagilarga berib, duoligisini olamiz.